Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizning xaridorlarimiz. Kia Sonet haqida 3 ta ma'lumotni berib o'taman. Birinchisi Kia Sonet avtomobilimizning xarakteristikasi, ikkinchisi uning qulayliklari va uchinchisi eng qizig'i oylik to'lovi $100 dan chiqadigan 50 oygacha foizsiz rassrochkalarimizni to'liq qilib tushuntirib beraman. Oldindan bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va laykni esingizdan chiqazmang. Hozirda bizning obzorimizda 3-paysasini tanlab oldik. Bu eng full komplektatsiyasi hisoblanadi. Kia Sonet'imizda aslida 3 ta paysasi bor. Birinchi paysa mexanika, ikkinchi paysa avtomat, uchinchi paysa u avtomat, lekin navroti ko'proq bo'ladi. Men nimada farqlar borligini ham tushuntirib beraman sizga. Uchinchi paysamiz kapotlar 100% atsinkovniy kraska. Old oblisovkalarga ahamiyat bersangiz, tako derski qilib ishlangan. Faralari LED farada, partroniklari bor, tumankasi bor, momentlar glansviniy va xrom qilib ishlangan. Endi avtomobilimizni yon tomoniga o'tadigan bo'lsa, qanaqa navrotlari bor? Bunda baloni 16 radiusdagi quyma litiy diska, tormoznoy sistemasi, diskovoy tormoznoy sistema bo'ladi. Baloniga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, o'zimizni Bars, bu milliy mahsulot. Kia avtomobilimiz ham o'zimizning milliy mahsulotimiz hisoblanadi. Kapotini tagida 1.5 atmosferniy motor bor va bunda 115 ta ot kuchi bo'ladi. MPI motorni endi ko'pchilik yaxshi biladi. Koreyada ishlab chiqariladi, rasxodi kamligi bilan o'zimiz ichimizda keng tarqagan. Yaqinroq keling. Avtomobilimiz 3-paysasida bakoylari avtomatik yig'iladigan bo'ladi, ya'ni qulflasangiz o'zi avtomatik yopiladi. Bularda ruchkalarga beskulchoy do'stlik funksiyalari qo'yilgan va momentlar glansviniy qilingan. Mana bu naqasiga ahamiyat bersangiz, ya'ni yerdan balandligi clearance deyiladi biz tilda. Mana shu narsa yerdan balandligi 25 sm. Bu degani siz shahar ichida politsiyskilardan yoki tog'li zonalardan bemalol yuraverasiz degan narsani anglatib beradi. Orqa eshiklarga ahamiyat bersangiz, orqa eshiklari ham ancha keng qilib ishlangan. Momentlari ham yaltiroq, xrom qilib ishlangan. Momentlari ham o'zgacha vid berib turibdi. Endi ikkinchi, uchinchi paysasi tomida shoxi bo'ladi. Biz tilda duga deydi, ko'pchilik taniydi. Uchinchi paysasida ahamiyat bersangiz, tomida luki ham bor. Endi luk ko'pchiligiga yoqadi yoki ko'pchiligiga yoqmaydi. Endi unisini o'zingiz tanlaysiz. Avtomobilimizni komplektatsiyasiga qarab narxlari ham o'zgarishi bo'ladi. Endi buni podveska sxemasiga qaraydigan bo'lsangiz, podveskasi balka bo'ladi, lekin sakratmaydigan. Ya'ni ko'p avtomobillarda bilsangiz, dan yo'lga chiqadigan bo'lsa sakrab ketadi. Avtomobilimizda o'sha sakrash juda ham kam. Ya'ni koreyskiy mexanizm baribir o'zining mexanizmligini bilintiradi. Va bunda orqa tormoznoy sistemalari barabanviy bo'ladi. Oldi diskovoy, orqa barabanviy bo'ladi va buni ABS sistemasi bilan jihozlashtirilgan, qo'llab-quvvatlaydi. Orqa tomoniga qaraydigan bo'lsangiz, faralari mana bu ikkalovi fara hisoblanadi va mana bu nur qaytaradigan bo'ladi. Yana buni eng katta komfortlardan, ya'ni siz tomonlama, xavfsizligingiz tomonlama momentlarni qo'rg'ali qilib ishlangan. Bu nimani anglatadi? Mashinaning sifati va sizning xavfsizligingiz yuqoriligini. Orqasi kamerasi bor. Bagajini ochadigan bo'lsak, bagaji umumiy hisobda 398 litr. Bunda qo'shimcha balonlar bor. Ahamiyat bering, kichkina balon emas, bu dagatka emas, bu haqiqiy o'zini balonida, ya'ni razmerida va diskasi boshqa bo'ladi xolos. Bunda damkrat, kulush, mana shunday narsalari ham bor. Mana ahamiyat bering. Tayyor. Xuddi mana shu joyida agar xohlaydigan bo'lsangiz, Kia Olmaliq avtosaloni sizga propali versiyasini tavsiya qiladi. Tabletka shaklida xuddi shunaqa propali versiyasi ham bor. Uni bizning nomerlarga telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Propalisimi agar natga xarid qilib oladigan bo'lsangiz, qo'shimchasi sizga bonus bo'ladi. Bagajlarni ko'rib turibsiz, ancha katta. Bunda siz ahamiyat bersangiz, qo'shimcha kolonka sxemalari ham bor. Ya'ni mashinani audio sistemasi balandroq. Siz xohlagan ощущенияni beradi bemalol. Endi bu tomonni yopadigan bo'lsa, yaqinroq keling. Bu bak sxemasiga qarasangiz, bular 45 litr bo'ladi. 45 litr o'rtacha hisob-kitob qiladigan bo'lsa, umumiy hisobda 700 km yurishini ta'minlab beradi. Bundan tashqari agar propalligini xarid qilib oladigan bo'lsangiz, 1,5 kilometrgacha, polniy propanda to'laligicha, benzin baki to'laligicha 1,5 kilometr yurishi mumkin. Kia Sonet avtomobili haqiqiy shahar uchun, haqiqiy o'zbeklar uchun ishlab chiqarilgan avtomobil hisoblanadi. Yaqinroq keling. Endi men sizga avtomobilda ichki saloni va qulayliklari haqida gapirib beraman. Oxirigacha videoni ko'ring, siz uchun xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Birinchi navbatda kelasiz, eshigida beskulchoy do'stlik bo'ladi. Beskulchoy do'stlik nimaga ishlaydi? Mabodo kalitni bosib yurishga erinsangiz, yoningizda kalitingiz bo'lsa, shu knopkani bitta bossangiz, eshikni ochib beradi. Ochib bergandan keyin ichiga o'tirib bemalol mashinani start stop orqali zavod qilsangiz bo'ladi. Ichiga o'tiring, men sizga to'liq endi obzor qilib beraman.
Displeyga ahamiyat beradigan bo'lsa, oldingi ya'ni 2025-yilda yil yarmigacha chiqqanlarida Bose audio sistemasi ishlatilmagan. Bunda bo'ladigan bo'lsa, Bose sistemasi bor. Ya'ni Bose'ni bilgan biladi. Birinchi navbatda monitorlari juda ham yumshoq ishlaydi va bunda oldingisiga nisbatan ancha funksionalliklari bo'yicha ko'proq bo'ladi. Bularni ikkita narsalarni ham sizga ko'rsatib berishimiz mumkin. Endi Bose audio sistemasida birinchi navbatda akustika, ya'ni audio sistemalari ham juda ham zo'r chiqadi. Baslarni oladigan bo'lsangiz, baslarni ham alohida ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni har bitta insonga, misol 4 ta kolonka bo'ladigan bo'lsa, 4 kolonkani отдельно ishlatsangiz bo'ladi. Endi monitoridan keyin men sizga klimat kontrolni tushuntirib beraman. Klimat kontrol o'zi nima? Bu ham sizga eng qulay narsalardan bittasi bo'ladi. Ko'chada haroratni bilmayapsiz yoki to'g'irlashni bilmayapsiz, issiq yo sovuq bo'lib ketdi. Shunda avtoni bossangiz, avtomatik tarzda o'zi aniqlab sizga ob-havoni to'g'irlab beradi, ya'ni saloningiz ichidagi. Bularda nima bor? Misol uchun isitish boriga yoqish bor, sovutish boriga tushirsangiz bo'ladi. Mana graduslari bilan o'zi ko'rsatib turadi. Mana bu yerda monitorchasida sizni qaysi tomondan chiqazib berayotganini ham ko'rsatib beradi. Buni o'chiramiz. Mana bu ventilyatsiyasi balandlatish yoki pastlatish. Deflektorlarga ahamiyat bering, glansimini qilib juda ham chiroyli qilib ishlangan. Siz o'zingizga xolasangiz, bu yog'iga to'g'irlab olgan nastroykalargacha bor. Bularda bokovoy nastroykalari ham elektronika bo'ladi. Uni ham sizga men ko'rsatib beraman. Avtomobilda asosan 4 xil funksiyada harakatlana oladi. U nimada deydigan bo'lsangiz, drive'ni bossangiz, mana monitorga ahamiyat bering. Sport, eco, normal funksiyalari bor. Bundan tashqari mana yoniga traction degan funksiyasi ham bor. Bu nima? Mana qorli yo'llarda, g'adir-udir yo'llarda, cho'lli yo'llarga moslashtirilgan bo'ladi. Biz O'zbekiston sharoitimizga juda ham to'g'ri keladi. To'g'rimi? 12 ta viloyatda bemalol haydab yursangiz bo'ladi. Ya'ni cho'lli zonada yashaydiganlar yoki tog'li hududda yashaydiganlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Avtomobilimiz o'sha tomonlarga juda ham zo'r moslashadi. Bu avtomobil ya'ni o'zimizdan kelib chiqib ishlab chiqarilgan. Ruliga ahamiyat bering, kojali qilib ishlangan, airbag funksiyasi bor, multifunksiyonali bo'ladi. Bu tomoni monitorlarni boshqaradi, mana bu narsa bu tomonni boshqaradi. Ya'ni cruise control bor, cruise control upravleniyasi bor, juda ham ko'p narsa. Ruli elektronika bo'ladi, muhimi. Juda ham yumshoq bo'ladi. Avtomobilni boshida yoqishingizda bularda zavod qilish start stop orqali bo'ladi. Yana bilaman endi ko'pchilikga qiziq emas, lekin ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Besprovодный zaryadni, ya'ni simsiz quvvatlagichi bor. USB portga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Mana bu narsalar ham buni aytmay qo'yamiz. Avtomat korobkamiz 6 stupenchikli variator korobka bo'ladi. Bularda qo'l tormozi ham bor. Mana bundan ochsangiz, bu narsalar solib qo'ysangiz bo'ladi. Barlari ham juda ham ixcham qilib ishlangan. Mana bu ham dokumentatsiya, xohlagan narsangizni solib qo'ysangiz bo'ladi. Yana bitta eng zo'r fishkalardan bittasi buni Broadway oynasida. Ko'p Broadway oynalarida orqadan mashina kelib turib, margat, ya'ni danni chiroqda yoqadigan bo'lsa, mana shu yerdan ko'zingizga отражение beradi, ko'rinadi, sizni yo'nalishingizga xalaqit qiladi. Mana shu holatda mana bu knopka bekor qilib qo'yilmagan, bossiz, mana chirog'i yondi. Sizni orqadan margat beradigan bo'lsa, mana shu narsada sizni ko'zingizga tashlanmaydi. Ya'ni qoraroq qilib ko'rsatadi, nurni sochib yuboradi, qisqa qilib aytganda. Mana bu yerda ochka qo'yib qo'yadigan joylari. Buni yopamiz. Mana bu chiroqlari avtomatik yoqibsiz bo'ladi, galagen bo'ladi. Uchinchi pozitsiyasida luk bo'ladi. Lukini ochadigan bo'lsangiz, luki ham katta, kichkina emas. Mana endi lukiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, luki ham katta qilib ishlangan. Bularda elektronika ochiladi. Mana zashtkalarga ham ahamiyat bering. Hamma siz xohlagan hamma qulayliklar bor avtomobilimizda. Endi avtomobilimizni o'chirgan holatda orqa o'rindiqlarda qanaqa o'tirishimizni ko'rib chiqamiz. Endi men sizga misol sideniyalari va orqa o'rindiqlari haqida ma'lumot berib o'taman. Qulayliklarni ham ko'rsatib beraman. Sideniyalarga ahamiyat qilsangiz, bular teshik qilib ishlangan, ya'ni ichkarisida bemalol havo aylanadi va sideniyalarimizda abduf sideniyalari bor. Bellaringizni ushlab turadigan funksiyasi bor. Ya'ni siz uzoq masofalarga yoki shahar ichida yuradigan bo'lsangiz, eng katta narsa siz uchun sideniyalardagi komfortli bo'ladi. Belingiz og'rib ketmaydi. Buni materialiga keladigan bo'lsa, ortopediskiy material hisoblanadi. Ya'ni belingizda misol kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ketaverasiz. Bularda yana sideniyasida o'zini shaklini yo'qotib yormaydi. Biz ko'pchilik mashinalarimiz sideniyasini bilasiz, 1 yil haydashingizga bir tomoniga qiyshab ketadi. Bu avtomobilda o'sha narsa juda ham kam bo'ladi va ancha-muncha o'zini holatini yo'qotmaydi. Bu ham katta fishka hisoblanadi.
Endi orqa sideniyasiga keladigan bo'lsa, birinchi navbatda bizni o'tirishimizga mos bo'lishi kerak. Qulay bo'lishi kerak. Mana o'tirdik. Orqada odam qanaqa? Meni bo'yimni hisoblaydigan bo'lsangiz 170, baland emas, lekin baland insonlar mabodo o'tirib qolsa qanaqa bo'ladi deganingizga mana tomiga ahamiyat bering. 3-pozitsiyasida tomi ancha ichkariga qarab mamitlar chiqqan. Ya'ni bo'y uzun odam ham bemalol o'tiraveradi. Sideniya oyog'im bilan sideniyaning o'rtasida yaxshigina joy bor. Men bellarida sideniyaning ushlashi bellari ham ancha yaxshi, qulay, sideniyalar yumshoq. Avtomobilni asosan maqtash emas, men sizga iloji boricha ko'zda ko'rinmaydigan komfortlarini ko'rsatib beraman. Bularda paststakanchiklar bor. Bular 2026-yil versiyasi hisoblanadi. Supuni qo'yib turib, mashina qo'yib, danli yo'lda ketadigan bo'lsangiz, juda ham komfort. Ko'pchilik kichkina deyishi mumkin avtomobil yoki orqasi tor deyishi mumkin. O'sha insonlarimizga avtosalonimizga kelishsin, mashinamizni ko'rsin, o'tirsin, test drive qilsin, haqiqiy ощущениясini o'zlari bilsin. Boshqadan eshitib olgan gaplar orqali emas, o'zini ko'zi bilan ko'rgani ma'qulroq deb bilaman. Bo'ldi, endi avtomobilimizni sizga asosan eng kerakli, qulaylik funksiyalarini tushuntirib berdim. Endi oylik to'lovlari va sizga qanaqa qulay tomonlari borligini ko'rsatib beraman. Xudo xolasa 2026-yilda boshidan siz ham Kia Sonet avtomobilini xarid qilib olasiz. 2026-yilda yangi avtomobilda Kia oilasida boshlaysiz. Diqqat qilinglar, avtomobillarimizning ranglari haqida, ya'ni tushuntirib beraman. Sizda tanlov turi bor. Ya'ni avtomobilimizni qora rangi yoki oq jemchug, tomi qorasi yoki Black Edition yoki bardoviy xohlaganingiz komplektatsiyasiga qarab tanlang, propan yoki benzinli. Qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, avtomobillarimizni bir kunda o'zingizning nomingizga birgina pasportning o'ziga chiqazib beramiz. Buni qo'shimchasiga sizga bonus tariqasida polik, tonirovka, oldi radiator setkalari ham qo'shib beradi. Endi oylik to'lovlari hammani qiziqtirgan narsa shu bo'lsa kerak. Oylik to'lovlarni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana shu joy siz uchun. O'tiring, men sizga hisoblab beraman. Kia Sonet avtomobillarimizni birinchi pozitsiyasidan boshlayman. Kia Sonet avtomobilimiz birinchi pozitsiyasi 199.900.000 bo'ladi. Foizsiz rassrochkalarimiz 25% dan boshlanadi. 25% boshlanish to'lov qiladigan bo'lsangiz, muddati 18 oygacha hech qanday foizlarsiz o'zini tan narxida oylik to'lov 8.329.000 so'mdan 18 oy davomida chiqadi. To'g'ri, misol oylik to'lov qimmat bo'lishi mumkin. Endi buni muddati ham kamroq. Agar oylik to'lov arzonroq bo'lsa, muddatini sal cho'z deydigan bo'lsangiz, mana men sizga imtiyozli foizlarimiz bor. Shu orqali men sizga taklif qila olaman. Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. 36 oy muddatga 25% boshlanish to'lov 50 million bilan 12.5% dan yillik qilib beraman. Muddati 36 oygacha. Mana ko'rib turganingizda boshlanish to'lovingiz 50 million, 36 oyga 12.5% dan chiqadi. Oylik to'lovi 5.115.000 so'mda tashkil etadi. Agar boshlanish to'lovingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, foizsiz ham uzayadi. Ya'ni boshlanish to'loviga 40% to'lang, men sizga 0% holatda 24 oyga foizsiz rassrochka chiqazib beraman. Shunda oylik to'lovingiz 4.997.000. Boshlanish to'lovingiz bo'ladigan bo'lsa 79.960.000 so'mda tashkil etadi. Hammani qiziqtirgan joyi $100 oylik to'lov chiqadigani 50 oygacha foizsiz rassrochka, shuni tushuntirib beraman. Birinchi pozitsiya bu oldindan to'lovingiz 70% tashkil etadi. 139.930.000 muddati 50 oy. Mana ko'rib turganingizda o'sha videoda aytilganda oyiga 1.199.000, ya'ni $100 ga to'g'ri keladi. Endi bu birinchi pozitsiyaniki, sizga misol birinchi pozitsiya mexanika kerak emas deydigan bo'lsangiz, ikkinchi pozitsiyasini ham tashkillashtirib beramiz. 222.900 bo'ladi tan narxi. Bitta 0 ko'payib ketdi. Boshlanish to'lovi 25%, muddati 0% dan 18 oyga. Oylik to'lovi 1 million qimmat bo'ladi, boshlanish to'lovingizga 6 million pul qo'shiladi. Oyiga 9.287.000, boshlanish to'lovingiz 55.725.000. Bunda ham xuddi shunday takliflar bor. Agarda siz boshlanish to'lovingiz 25% bilan uzoqroq muddatga imtiyozli kredit qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, yilligini 12.5% dan 36 oyga Kia Olmaliq avtosaloni shunday chiroyli taklifda qilib beradi. Oylik to'lovingiz bo'lsa 5.592.000 so'mda tashkil etadi. Bu ikkinchi pozitsiyasida ham 40% pulim bor, oylik to'lovini 24 oyga ko'rib ber deydigan bo'lsangiz, boshlanish to'lovingizni yozamiz 40%, 89.160.000, yillik 0% aylama bilan 24 oyga. Oyiga 5.572.000 so'mdan. Bu ham juda ham chiroyli taklif bo'ladi. Endi shu holatiga 40% boshlanish to'lov bilan imtiyozli krediting bormi desiz, men sizga 40% boshlanish to'lov bilan 36 oyga 9.2% dan qilib beraman.
36 oyiga 4 million 265 ming so'mdan chiqadi. Sug'urtasini endi bankdan bitta chiqartirib olamiz, necha pul chiqishini o'sha bankda o'zida hal qilamiz. Bunda ham 70% boshlanish to'lov qiladigan bo'lsam qancha chiqadi degan savol bo'ladigan bo'lsa, 70% oldindan to'lovingiz yillik 0, muddati 50 oyga. Oyiga 1 million 337 ming so'mdan 50 oy davomida hech qanday foizlarsiz o'zini tan narxida xarid qilib olishingiz mumkin. Ikkinchi komplektatsiyasida endi saloni koja salon bo'lmaydi, tomida luki bo'lmaydi, keyin oldi partroniklar va bir ikkita asosan funksiyalar bo'lmaydi, lekin bu narsa xarakteristikaga ta'sir qilmaydi. Endi men sizga 3-paytsa eng full komplektatsiyasini hisoblab beraman. 249 900 tan narxi bo'ladi. Boshlanish to'lovingiz 25%. 25% boshlanish to'lovingiz 62 million 475 ming so'm. 0% bilan muddati 18 oyga bo'ladi. 18 oyga oylik to'lov 10 million 412 ming so'mdan. To'g'ri, oylik to'lov qimmat, lekin muddati ham kamda. Shuni hisobiga shunaqa chiqadi. Siz bunda ham misol imtiyozli krediting bormisiz? Bunda ham men sizga imtiyozli kredit qilib beraman. Yillik 12.5% aylanma bilan muddati 36 oyga. O'zi odatda bilsangiz, bunaqa imtiyozli kreditlar 12.5, 13.5 chiqishi juda ham eng katta yutug'ingiz, ligotniy hisoblanadi. Agar odatiy holatda xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, foizini o'zi 25% dan 29.9 gacha bo'ladi. Ko'ryapsizmi qancha farq bor? Meni fikrim bo'yicha hozir avtomobilni sotib olish vaqti. Mana ko'ring, boshlanish to'lov 62 million 475 ming, oyiga 6 million 270 mingdan, yillik aylanmasi 12.5%. Endi bundan boshlanish to'lovingiz 40% bo'ladigan bo'lsa, foizsiz rassrochka 0% dan 24 oyga qilib bera olamiz. Boshlanish to'lovingiz 99 million 960 ming so'm, oyiga 6 million 247 ming so'mdan o'zini tan narxida xarid qilib olsangiz bo'ladi. Yana bitta savol bo'lishi mumkin. Agar menda boshlanish to'lov 70% bo'ladigan bo'lsa, qancha oy va qanaqa? Eng full komplektatsiyasi ham oldingisiga o'xshab xuddi shunaqa 50 oygacha bo'ladi. Boshlanish to'lovingiz 70%, muddati 0 dan 50 oyga. Oyiga 1 million 499 ming so'mdan o'zini tan narxida xarid qilib olishingiz mumkin. Bundaqa chiroyli, qulay takliflarda faqat Kia Olmaliq avtosalonidan xarid qilib olishingiz mumkin. Men sizga imtiyozli kredit hamda imtiyozli foizsiz rassrochkalarni 50 oygacha xarid qilib olishni tushuntirib berdim. O'rtoqlar, yanada to'liqroq ma'lumot olmoqchimisiz? Unda pastda raqamlarda yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, bizning menejerlarimiz sizga to'liq ma'lumotni berib o'tadi. Kia Olmaliq avtosaloni har bitta mijozni o'ylagan holatda har bitta xarid uchun qimmatbaho sovg'alarni ham qo'shib beradi. Oddiy Kia Sonet modelimizni oladigan bo'lsangiz, orqa tonirovka oynalarini polik original evakor bo'ladi va oldi radiator setkasini ham qo'shib beradi. Eng qizig'i, o'rnatib berish, tonirovkani tortib berish xizmatlari mutlaqo tekin, sizga bonus sifatida o'tadi. Boshqa avtomobillar yoki Sonetlardan yanada to'liqroq ma'lumot olmoqchimisiz yoki test drive'ga yozilmoqchimisiz? Yana takroran aytib o'taman, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zingiz avtomobilingizni bron qilishga shoshiling.